Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Milliy antidoping agentligi tomonidan xalqaro tajribani o'rganish, sohani raqamlashtirish va antidoping sohasida targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yil fevral oyida Butunjahon antidoping agentligining maxsus ishchi guruhi O'zbekiston Milliy antidoping agentligi faoliyatini audit tekshiruvdan o'tkazdi va hozirgi kunda o'rganish ishlari davom ettirilmoqda. Sportchilarni doping sinovlarini tekshirish uchun VADA tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriya bilan analizlarni sifatli tekshirtirish maqsadida 2025-yil uchun hamkorlik shartnomalari imzolandi. Mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan murabbiy, sport shifokori va mas'ul xodimlar uchun 24 soatlik malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Toshkent shahri va viloyatda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Farg'ona, Andijon, Navoiy va Buxoro viloyatlarida jami 610 nafar mutaxassislarga sertifikatlar topshirildi. Shu kunga qadar 19 ta federatsiya, assotsiatsiyalar va sport maktablarining 700 nafar sportchilarga antidoping ta'limoti seminarlari o'tkazildi. Agentlik tomonidan ishga tushirilgan ta'lim Uznada.uz platformasidan hozirgi kunga kelib 17573 ta foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan va 15550 nafar sportchi kursni yakunlab sertifikat olishga erishdi. Shuningdek, Milliy antidoping agentligi va Sport vazirligi bilan tasdiqlangan qo'shma qarorga asosan 2025-yildan boshlab O'zbekiston chempionati va kubogi musobaqalarida ishtirok etadigan sportchilar sertifikat olgandan so'ng musobaqalarga qatnashishga ruxsat berish talabi yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunga kelib barcha musobaqalar ushbu tartib asosida o'tkazilmoqda. Xalqaro testlash agentligi tomonidan 2 nafar agentlik mutaxassisi xalqaro darajadagi doping ofitseri maqomiga ega bo'ldi va umumiy qilib aytganda, hozirgi kunda agentlikda 5 nafar xalqaro darajadagi doping ofitser faoliyat olib bormoqda. Adimiz tizimiga joylashuv ma'lumotlarini o'z vaqtida kiritmagan 17 nafar sportchilarga ogohlantirish berildi. Diskvalifikatsiya jazo muddati tugagan 2 nafar sportchi professional sportga qaytdi. Joriy yil davomida 235 ta doping sinovlari olindi. Shundan 19 ta sport turi bo'yicha musobaqadan tashqari 123 ta test olingan. Qolaversa, xalqaro tashkilotlar tomonidan tushgan buyurtma asosida 46 ta sinama olindi. Alohida ta'kidlab o'tish lozim, xalqaro tashkilotlar tomonidan tushgan buyurtmalar o'tgan yilga nisbatan 3 karra oshdi. Shuningdek, yil boshidan shu vaqtga qadar 4 ta sportchida antidoping qoidabuzilish holatlari qayd etilgan. Bulardan bitta sportchiga sportdan chetlashish jazo chorasi qo'llanilgan bo'lsa, bir nafar sportchining ishi o'rganilmoqda va 2 nafar sportchining analizlarida ijobiy doping tahlili bo'lsa-da, ushbu sportchilarga faoliyatini davom ettirish imkoniyati yaratildi. Taqqoslash uchun 2024-yil may oyi holatiga 6 nafar sportchida qoidabuzilish holatlari aniqlangan edi. E'tiboringiz uchun rahmat.